Assalomu alaykum aziz do'stlar. O'zimizda bor telefonlarimiz sizlar uchun qisqacha video obzorini qilib beraylik. Hozir ishlangan Redmi, Samsung, iPhone har turdagi telefonlarimiz mavjud. Andijon viloyati Shahron tumani Makro supermarketidan video qilyapmiz sizlar uchun do'stlar. Yana har doim aytadigan savolimiz, kim bizni qayerdan tomosha qilyapti? Video kommentariyasiga yozib qo'yinglar do'stlar. Xursand bo'lib qolamiz, shu joylarda muxlislarimiz bor ekan deb. Batafsil ma'lumotda har bir telefonda alohida video obzorlarni Telegram orqali ko'rishinglar mumkin. Bo'lmasa boshladik to'g'risi. Bir boshdan boshlayveramiz. Arzonchilardan boshlaylikmi? Eng arzonidan boshlaymiz. Xo'p, atigi 200 ming so'mga Infinix Smart 7 Plus telefonimiz. Arzonligi sababi usti chaqnagan, xolasizlar 150 ming, 200 ming atrofida adashmasam ekrani bo'ladi. 8 vositadan bo'ladi yoki arzonchi model qidirganlar uchun tavsiya qilamiz. Batareyasi 6000 o'zi radmiy holatda Infinix Smart 7. Atigi 200 ming so'mga. Arzonchilarimizdan ketaveramiz bu yoqqa. Note 50 telefonimiz Realme Note 50 turga 128 variantda do'stlar. Bu ham arzon narxda, sababi arzon telefon so'rab kelishyapti. Shuning uchun olib qo'yapmiz va masalan mana unga ekran qo'yib qo'ysak bo'ladi. Endi ekran qo'yib qo'ysak yana ham narx oshadi. Menga arzon bo'lsin, qatmaydigan, netmaydigan, ozgina siniq bo'lsa ham ishlataveraman deganlar uchun bu 400 ming so'mga do'stlar. Sizlar uchun 4 ga 128 Note 50 telefonimiz. Xuddi shuni yaxshi butun holatdagi korobka hujjatligini do'stlar sizlar uchun 800 ming so'mga beramiz. 4 ga 128 variantda Realme Note 50. Holatlar zo'r holatda ko'rishlar mumkin. Xo'p, bir oshga ketaveramiz. Xo'p, Intel firmasidan juda ham ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan A90 modelimiz 8 ga adashmasam 128 variantda telefonimiz narxini 800 ming so'mga qilib beramiz. Buni ham 800 ming so'mga qilib berdik va Realme firmasidan C71 modellarimiz bittasi 8 operatorga 128 xotira, bunisi xo'p 6 ga 128 xotira. Ikkalasini ham narxini 750 ming so'mga qilib beramiz. 750 ming so'mga 6 ga 128 va 8 ga 128 qatmaydigan netmaydigan batareykalar ham mo'shniy bo'lgan Realme C71 modellarimiz. Xo'p, bu tomonimizni tugatib olaylik. Yana yo'g'iga o'tamiz. A82 modelimiz do'stlar, holatlari to'liq radmiy holatda, ayb nuqsoni ishlash bo'yicha yo'q. Xudo xohlasa koreyskiy bo'ladi, bitta sim kartali bo'ladi. Telefonimiz eksportda ishlatganda ishlataverasizlar. Kameralari ham cho'tki, qo'lga juda udobniy o'rnaydi. Xo'p, prosessorlar ham kuchli hisoblanadi. Narxini atiga 1600 ga qilib beramiz. Xuddi shu telefon ham kami 2 million so'm atrofida sotilyapti do'stlar. Buni masalan eslatib o'tamiz. Xo'p, Honor X8A modelimiz do'stlar, korobka hujjatlari bor, BMW'ga ofitsialniy emakini o'tgan. Holatlari yaxshi holatda, kamerasi ozgina nima bo'lgan ekan? Nimada ta'siri yo'q kamera olishda. 30 ming so'mga alishtirib olsanglar ham bo'ladi, shunda ishlasanglar bo'ladi. Narxi 1 million so'mga, korobka hujjatlari ham bor. Xo'p, Note 20 do'stlar. Note 20 S20 FE modelimiz degani ikkita sim kartali Vietnam variantda. Atiga 1 million 500 ming so'mga. Holatlari zo'r holatda. Ikkita sim kartali. Koreyskiy ham kerak bo'lsa bermayman bunlarga. Mi 10 giroy telefon qidirganlar uchun qulayroq narxda tavsiya qilamiz do'stlar. Atiga 1 million 450 ming so'mga Mi 10 modeli. O'yinlari 90 FPS ochadi, ham kamera uchun ham ishlatgani ham xo'p, normal telefon deb bilamiz do'stlar. Endi xo'p, iPhone'imiz ham bor ekan. iPhone 2 mini 64 yo'nkisda yoki 63 yo'nkisda 64 talik xotiraga ega. Telefon holatlari radmiy holatda, ayb nuqsoni ishlash bo'yicha yo'q. Narxini atiga 1 million 600 ming so'mga beramiz. Xo'p, bu tomonda iPad'imiz ham bor do'stlar. Ham o'yin uchun, ham masalan ofisning ko'pchilik har xil ishga ishlatadi. Masalan, hisob kitob qilgani ham, yozgani, dokument uchun bu narsa ko'rgani har tomonlama ishlaveradi. iPad 6 mini. Yo'nqislar 95 yo'nqisda, 65 ta, 64 talik xotiraga ega. Holatlari juda ham a'lo holatda. iPad'imiz narxini 280 dollarga qilib beramiz do'stlar. 280 dollarga to'g'ri zo'r narx, sababi yaqinda o'zi adashmasam 500 dollar atrofida chaqirtirgan ekan. Holatlari juda ham zo'r holatda. Yana bitta igrovoy kuchli planshetimiz. Lenovo U700 adashmasam do'stlar. Prosessorlari juda ham kuchli, stereo kolonkalari, zaryadkasi ham mo'shni edi. O'yinlarda 120 FPS da ochib beradi. Masalan, iPhone ko'pchilik iPhone oladi, igrovoy deb o'yin uchun deb iPhone'dan ko'ra yaxshi tomoni birinchidan puli arzon, ikkinchidan xuddi o'sha iPhone ochib bergan narsani 120 FPS da ochib beradi. Masalan, 300 dollar atrofida kerak bo'lsa sizlar 60 FPS ochadigan iPad olishinglar mumkin iPhone'lardan. Buni bo'lsa do'stlar, atigi sizlar uchun xo'p, o'ning 320 dollarga qilib beramiz, 315 dollarga qilib beramiz sizlar uchun. Holatlar juda ham zo'r holatda, korobka hujjatlari ham bor buni.
Lenovo Legion U700. Bir qator YouTube mavzuni ko'rib qo'ysanglar bo'ladi. Sababi juda ham xarakteristikasi zo'r bomba apparat ekan. Hop, bu yerda telefonlarimiz tugadi. Bu yerdan bir boshlayveramiz bo'lsam. Samsung Galaxy A07 4G variantda yangi modellardan hisoblanadi. Korobka hujjatlari bor, bitta sim kartasi ishlaydigan. Xo'p, narxini ataga 1 million 100 ga qilib beramiz sizlar uchun. Holatlarga bitta javob berasizlar. A23 telefonimiz do'stlar. Adashmasam 4 operatorga bizning 8 yil xotiraga ega. Korobka hujjatiga do'kon tomonidan garantiyasini qilib beramiz. Narxini ataga 950 ming so'mga qilib beramiz. M23 ham bor, xuddi shu modelda. Uni 900 ming so'mga beramiz. 950 ming so'mga 900 ming so'm bo'ldi. Bu bitta sim kartalik, bu ikkita sim kartalik. Bir boshga ketaveramiz bo'lmasa do'stlar. Xo'p, Huawei'dan Nova 12S adashmasam modelimiz do'stlar. 8 operator 256 lik xotira. Holatlari yaxshi, a'lo holatda. Korobka hujjatlarigacha bor. Telefonimiz narxini 1 million 400 ming so'mga beramiz. Huawei ishqibozlar uchun tavsiya qilamiz buni. Xo'p, navbatdagi telefonimiz Infinix Note 30 Pro davrida eng ko'p sotilgan yaxshi sifatli telefonlarimizdan bittasi va adashmasam besprovодной zaryadchi Infinix'larda mana shu modeldan qo'shilgan. Narxini ataga 1 million 600 mingga qilib beramiz. 8256 narxidagi telefonlardan menimcha yaxshi deb bilaman. Sababi bundan baland narxda hozirgi kunda A17 lar sotyapmiz. A17 dan ko'ra anchalar kuchli, anchalar aqlli, sifatli telefon hisoblanadi. Infinix Note 60 Pro Plus bu do'stlar. Yangisi anchalar qimmat, juda ham ixcham va batareykani ham 5000 adashmasam 5200 mikin yoki 6000 yaqinmikin batareyka qo'yilgan 8 operator 256 lik xotiraga ega. Juda ham ixcham apparat hisoblanadi. O'ta ham tezkor ekan. Ekranlari ham 144 Hz korobka hujjatlari bor. Aksiyani imikidan o'tgan va bitta sim kartasi imikidan o'tgan ekan buni ham. Narxi 1 million 850 ming so'mga Note 60 Pro Plus bu. Xo'p, har bir telefonda o'zlariga ma'qul kelgan telefonda YouTube obzorini ko'rib qo'ysanglar, sizlar uchun ham, biz uchun ham manfaatli bo'ladi. Batafsil ma'lumot olishlar mumkin. Biz faqat xarakteristikasi, xotirasi, narxini aytib o'tyapmiz. Note. Xo'p. Bular Tecno Camon 30 Pro modellarimiz do'stlar. Yangisi anchalar qimmat hisoblanadi do'stlar. Stereo kolonka holatlari, dizayni va qo'lga juda ham ixchamligi va ekranlari ham juda ham yengil ishlaydi do'stlar. O'zimizdan ishlatib ko'rdik. Yaxshi sifatli telefonlardan hisoblanadi. O'zini narxidagi bu ham telefonlardan anchalar yaxshi. Sababi masalan buni narxidagi Redmi, Samsungdan xudo xolasi yaxshi deb bilamiz. Narxini bittasi 1 million 500 ming so'mga, bittasi 1 million 600 ming so'mga. Farqi olinishida. Ikkalasidan korobka hujjatli bor, ikkalasi ham 256 variantda. Infinix Note 40 Pro modelimiz do'stlar. Xo'p, 5000 mAh batareyka 12 256 varianti. Holatlari a'lo holatda. Korobka hujjatlarigacha bor telefonimizning narxini 1 million 900 ming so'mga Note 40 Pro'sini qilib beramiz. Xuddi shuni 50 Pro'si ham bor bizda do'stlar sotuvda. 50 Pro'si. Korobkadagi zaryadchi full holatdagisini sizlar uchun 2 million 300 ming so'mga qilib beramiz. Bez zaryadchi bundan boshqacharoq rangi bor. Uni 2 million 200 ming so'mga beramiz. Farqi zaryadchida xohlasanglar narigi rangini olinglar. Zaryadchi bilan 2 million 300, xohlasanglar buni. Note 50 Pro'si bu 12 256 ligi. Xo'p, 2 million 300 ming so'm bo'ldi. Xo'p, 11 ta 5G modelimiz do'stlar. Holatlari yaxshi holatda, ayrim nuqsonda ishlash bo'yicha yo'q. Xo'p, orqa kirishkasi almashgan ekan. Buni ham kamchiligini aytib ketaylik. Orqa kirishkasi almashgan. Shuni hisobga telefoningiz narxini 1 million 600 ming so'mga beramiz. Igroy kameralarni ham cho'tga olib beradimi? Yana kuchli, yaxshi, sifatli telefonlarimizdan Redmi K80 F7 Pro modeli hisoblanadi do'stlar. Redmi K80 China versiyada o'zbek tili rus tili bo'lmaydi. Shuni hisobiga K80 China versiyada bo'lib chiqqan. Batareykalari 6550 mAh, xo'p 12500 lik yarim terabaytlik korobka hujjatli ideal holatda ham o'yin uchun, kamera uchun ham ishlayotgan kuchli apparat qilganlar uchun tavsiya qilamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, $330 ga Redmi K80 F7 Pro ni qilib beramiz. Global versiyasi, ya'ni F7 Pro bo'ladi. Xiaomi 14 do'stlar. Xiaomi 14 juda ham qulay, arzon narxda kelgan edi. 16 ga 500 mingtalik. Xudo xolasa buni adashmasam, xo'p, shu obedga yaqin pul tashlayman degan iloji bo'lsa chiqarib yuboramiz. Bo'lmasam Telegram orqali bilsanglar bo'ladi, buni sotiladimi yo'qmi. Xiaomi 14 xullas 16 ga 500 mingtalik korobka hujjatlari bu. Holatlari yaxshi, radnoy holatda, ayrim nuqsoni ishlash bo'yicha yo'q. Flagman telefonlardan hisoblanadi do'stlar. Juda ham ixcham, kuchli, sifatli telefonlardan hisoblanadi. China versiyada bunisi. Xo'p, buni narxini qilib beramiz $290 ga qilib beramiz.
Endi xuddi shuni China versiya va global proshibga bosilgani bor. Bu ham 16 ga 500 mega yarim terabaytlik. Buni korobka hujjatlarigacha bor. Ofitsialniy imagidan o'tgan. Buni narxini $390 ga beramiz. Xo'p, Redmi 12 Pro Plus 5G bu 12 Pro Plus 5G va 12 operatorligi. 12 ga 256 lik variantda. Narxini 1.850 ming so'mga beramiz. Korobka hujjatlari bor, radnoy holatda, aynan soni ishlash bo'yicha yo'q. 14 Pro do'stlar, 14 Pro ham anchalar baland sotilyapti. Sizlar uchun yengilroq qilib qo'yib beramiz. Atigi $170 dollar hisobiga 2.50 ming so'mga Redmi Note 14 Pro. Holatlari a'lo holatda. Korobka hujjatlari bor, ofitsialniy imagidan o'tgan. 2.50 ming so'm bo'ldi. Hop. Xiaomi modellarimizdan Xiaomi 14 Pro Plus 5G modelimiz korobka hujjatlari bunisniki yo'q. Shuni hisobiga $215 $2.600 ming so'mga beramiz do'stlar. Holatlari a'lo holatda. Suvdan chaynak himoya bilan chiqqan do'stlar. Juda ham chustri, sifatli ishlaydi. 15 Pro Pluslari 300 dan baland sotilyapti hozirgi kunda. $215 $2.600 ming so'mga bunisi bo'ldi. Endi xuddi shuni juda ham ideal holatda tutilgani mana ko'rishlar mumkin. Bir qator realni ko'rsanglar vaqti boshqacha narsa xullas. Korobka hujjatlarigacha bor, zaryadchigacha bor, full holatda. Bunisi narxi $265 14 Pro Plus 5G. Holati xudolasi yoqadi va narxiga arziydi telefon. Xiaomi 12T telefonimiz do'stlar 8.28 variantda ekan, korobka hujjatlari bor. Narxini 2.200 ming so'mga beramiz. 12T bo'ldi bu. Note 12S yoz kuniga ixcham sifatli xotirasi baland telefon qidirganlar tavsiya qilamiz. Juda ham qo'lga udobniy o'rnaydi, o'zimizga ham yoqadi. Ixchamlikni hisobiga narxini atiga 1.400 ming so'mga beramiz. 8.256 lik variantda korobka hujjat radnoy ofitsialniy image bo'ladi. O'zi chiqqaniga hech qancha bo'lmagan do'stlar, yana bitta sifatli yaxshi telefon taklif qilaylik. Xiaomi 17T Pro'si bu do'stlar. Xo'p, e'tibor berasizlar, 12 ga 1 terabaytlik ekan, 12 ga 1 terabaytlik. Holatlar a'lo holatda. Buni yangisini ochaman desanglar, hozirgi kunda adashmasam kami $800 bo'lmasa $850 atrofida topasizlar do'stlar. Bu adashmasam shu oyda boshida olingan ekan, 26 yoki 27 sikl zaryadka, ya'ni 27-28 marta zaryadga qo'yilgan. Korobkadagi zaryadchi full holatda. Telefonimiz holatlari a'lo holatda. Xo'p, buni narxini qilib beramiz sizlar uchun $620 ga qilib beramiz. Yangisidan aytganda $200 arzoniga, hech qancha ishlanmagan. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi bozorda. Hademay kelaveradigan model emas. Xo'p. A15 modelimiz bor do'stlar, 6.28 lik variantda. Korobka hujjatlari bor, radnoy holatda, aybnosdan ishlash bo'yicha yo'q. Buni narxini 1.250 ming so'mga beramiz. Xuddi shuni 256 lik varianti bor do'stlar, 1.500 ming so'mga korobka hujjatlari bor. A55 modelimiz do'stlar, holatlari a'lo holatda, aybnosan xudoolasi yo'q. 8 ga 256 ligisi bu. Buni narxini 2.100 ming so'mga qilib beramiz sizlar uchun. 8.256 variantda A55 modeli. Endi xuddi shuni M55 da 256 variantlar bu korobka hujjatlarigacha bor bu telefonimiz ham. Narxini atiga 2.300 ming so'mga qilib beramiz. Note 10 telefonimiz o'zida Note 10 da ofitsialniy imekalik, ya'ni bular ko'p darslar kompyuterda o'tadi va ba'zi ilovalarda o'qimasligi mumkin. Albatta o'qimaydi ham Samsunglar ba'zi ilovalarda. Bunisi hech qanaqa pashpishka bo'lmaydi. Sababi ofitsialniy imekidan o'tgan. Narxini 1.700 ming so'mga 12 ga 256 lik Note 10 telefonimiz. S10 Plus modelimiz bunaqangi chiroyli svetda, holatlari a'lo holatda, koreyskiy. Xo'p, ikkita sim kartali qilib ishlatsa ham bo'ladi telefonimizni. Narxini 1.800 ming so'mga beramiz. $140 hisobiga bo'ladi. S15 chilarimiz do'stlar, hozir qanchalarni o'qitdi bu? Plus A+ variantda desak bo'laveradi telefonlarimiz do'stlar. Holatlari juda ham a'lo holatda. Goldlarni olib kelganmiz va ofitsialniy imeka hisoblanadi do'stlar. Holatlari juda ham zo'r. Aybnosoni ishlash bo'yicha yo'q. Narxlarini 2.200 ming so'mdan S15 ga qilib beramiz. Yana bir solishtirib ko'rsatib aytib ketay. Hozirgi kunda A17 ni 256 ligi ozroq ishlanganlari ham kelaversa 2.100 ming so'm sotilyapti. 10 ga flagman telefon do'stlar. Paytida chiqqan paytida adashmasam $1.200 chiqqan ekan shu telefonlar. Hozirgacha o'z nimasini yo'qotmagan, kamera uchun, o'yin uchun ishlatgani, ekran har tomonlama
yaxshi xizmatlar qilib narxiga arziydigan telefonlarimizdan hisoblanadi. Esportlar bar flagman model hisoblanadi. Note 20 kelgan do'stlar. Koreyskiy bitta sim kartali hali O'zbekistonda ishlanmagan. Holatlari yaxshi, a'lo holatda. Ayb nuqsoni yo'q. Aksiyani emekidan o'tgan. Narxini 2.100.000 so'mga qilib beramiz. 2.100.000 so'mga, kerak bo'lsa $200 atrofida sotilayotgan telefon hozirgi kunda shu. S20 ni ham kamyob modelimiz do'stlar, yevro varianti. Koreyskiylar bilasizlar ko'p bo'ladi, lekin bunaqangi yevro ikkita sim kartali varianti kamdan kam bo'ladi. Buni bitta sim kartasi o'tgan ekan, asosiysi yaxshi ixcham sifatli telefon hisoblanadi do'stlar. Qatman netmeri cho'tki apparat hisoblanadi. Narxini buni ham 2.100.000 so'mga qilib beramiz. Note 20 narxida. S21 5G'larimiz do'stlar. Holatlari yaxshi holatda. Bittasi yevro varianti, bittasi koreyskiy variantda. Ikkalasini ham narxini 2.150.000 so'mdan qilib beramiz sizlar uchun. Bittasi ikkita sim kartali tushadi, bittasi bitta sim kartali bo'ladi. S21 FE modelimiz do'stlar. 21lardan ko'ra batareyasi yaxshiroq hisoblanadi. Sababi 4.5 ming bo'ladi bu. S21lar 4 ming bo'ladi. 6.8 variantda va ikkita sim kartali aksiyani emekidan o'tgan. Narxini 2 million so'mga qilib beramiz. 2 million so'mga xudo zo'r taklif hisoblanadi. Juda ham a'lo holatda S20 pluslarimiz do'stlar. $200 S20 plus koreyskiy variantingizni, $215 yevro ikkita sim kartali holatlari juda ham a'lo holatdagisini sizlar uchun olib qo'yganmiz. S21 plus do'stlar, $215 S21 plus 4800 mAh batareyaga ega. Bildingizmi? $215, ya'ni so'm hisobiga 2.600.000 so'm bo'ladi. $200 S22 do'stlar, 2.400.000 so'mga va $250 3 million so'mga yevro ikkita sim kartaliga. 22 pluslarimiz ham do'stlar juda ham yaxshi holatda. To'liq ravnoy holatda, ayb nuqsoni yo'q. S22 ni narxida S22 plus taklif qilamiz. Sababi mana shu tigina ozgina cho'qilgan bo'ldi. Boshqa ayb nuqson kamchiligi yo'q. Holatlari yaxshi holatda, ekranlari top-toza. Aksiyani emekidan o'tgan. Narxini atigi $240 ga qilib beramiz. 2 million Xo'p, so'mga xullas tushib beramiz. 1.200.000 so'mdan dollar hisobiga uraverasizlar. Bularni ko'pchilik so'mda ayting deydi. Bularni dollarda olamiz. Dollarda hisob qilib narx qo'yamiz, foyda qo'yamiz, ya'ni shuni hisobga dollarga chaqamiz. Endi hisoblashning eng oson yo'li $100 ko'paytirasizlar 1.200.000 so'mga. Shunday qilib ko'paytirsanglar bo'ladi. Hali bir muammo narsa emas bu, hali miya qisilib qoladigan narsa emas. So'mda ayting deydi. Dollar ko'paytirish oddiy matematika-yu. Xo'p, $280 ga yevro varianti S22 plus. Bitta sim kartasi o'tgan ekan, lekin yevro varianti holatlari a'lo holatda. Xo'p, $270 ga dollar hisobiga S23 FE 8256 varianti hozirgi kunda sotilayotgan i56, i55, 57 dan ko'ra yaxshi apparat deb bilamiz. Sababi esport deb bilamiz bo'lsa 8256 yevro varianti korobka hujjatlargacha bor. Narxini atiga $275 ga beramiz. 3.300.000 so'm atrofida bo'ladi adashmasam. Note 20 Ultra do'stlar, bu ham 3.300.000 atrofida bo'ladi. $275 ga koreyskiy variantda holatlari yaxshi, a'lo holatda esa. Endi xuddi shuni yevro ikkita sim kartaligi bor, ikkita sim kartalik kamdan kam bo'ladi bilasizlar. Radnoy holatda 8256 varianti ikkita sim karta aksiyani tushadi. Note 20 Ultra bunaqangi o'zini svetida, chiroyli svetda. Narxini qilamiz do'stlar, $290 ga. S21 Ultramiz bor do'stlar. Xo'p, arzonroq olganmiz, holatlari o'rtacha holatda. Narxini $260 ga beramiz do'stlar. 3.100.000 so'mga bo'ladi. Endi do'stlar yana bitta foydalanib qolsa bo'ladigan telefonimiz S22 Ultra. Hozir xuddi shu telefonda yaxshi holatdagisini sizlar olasizlar. 380-400 gacha sotilyapti. Kami masalan $360-370 ham et-betida chaqa-chuqasi borlarni. Holatlari yaxshi, a'lo holatda. Buni bir qator hozir tugab qoldi. Mana shu yerdagina kichkinagina holchasi bor. Telegram orqali ko'rsanglar bo'ladi. Narxini atiga $280 ga beramiz. Narxiga arziydigan S22 Ultra holini katta emaslik, ko'paymasligiga albatta kafolati bor. Yana bitta sifatli yaxshi apparatimiz va qulay narxda S24 Plus do'stlar.
12 ga 512 talik yarim terabaytli. Bu sizlarga aytadigan narxini kelaversa 256 ling sotilyapti hozirgi kunda. Koreyskiy bo'ladi. Bitta sim karta, bitta eSIM poddeshiga qiladi telefonimiz. Narxi atigi $440 S24 Plus 12 ga 512 taligini qilib beramiz do'stlar. Xo'p, iPhone'larimizga o'tamiz ekan. iPhone XS Max telefonimiz do'stlar, atigi 2 million so'mga 84-64 talik variantda. Xo'p, iPhone X telefonimiz do'stlar, ekran almashgan yaxshisidan qo'yilgan 1 million 350 ming so'mga. iPhone XR ga 13 Pro korpus bosilgan do'stlar, 817 yo'nki 856 talik variantda. Narxini qilib beramiz 2 million so'mga qilib beramiz. Endi xuddi shu XRda ishbozlar uchun tavsiya qilamiz. Sababi eng tanig'ini, eng zo'rini, a'losini bilasizlar, ko'p hozir Dubay tovar kelyapti, ya'ni restavratsiya qayta ishlangan tovar hisoblanadi. Bu original hisoblanadi do'stlar, hech qanaqa ochilinib netmagan. Regionlari ham koreyskiy regionda. 78 yo'nkisida 64 talik variantda oppoqqina XR do'stlar, holatlari juda ham a'lo holatda. Narxini 1,950 ming so'mga qilib beramiz. Narxiga arzigan yarasha apparat hisoblanadi. iPhone 1 do'stlar, ekranni o'zimiz qo'ydirdik, eng yaxshi sifatligidan qo'ydirdik. 77 yo'nkisida 108 talik variantda do'stlar. Ayb nuqsoni ishlash bo'yicha yo'q. Xudo xolasa kafolatlarini albatta qilib beramiz. Narxiga e'tibor berasizlar. 1,850 ming so'mga do'stlar. Hozirgi kunda kerak bo'lsa XS olasizlar bu narxiga. iPhone 11 77 128 talik 81 108 talik variantdagisini qilib beramiz do'stlar, $210 ga. 73 128 talik variantda to'liq radnoy holatdagisi bor, 2 million 200 ming so'mga. 81 va 82 to'liq radnoy holatda, ayb nuqsoni yo'q. Bular ham res hisoblanmaydi do'stlar. Original yig'ilmagan telefonlar hisoblanadi. Narxlari $210 dan chiqadi. Dubayimiz ham bor, uni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Bir yo'l sizlarga farqini aytib o'tib ketamiz. Hozirgi kunda bozorda to'lib ketgan variantlardan bittasi Dubay res hisoblanadi do'stlar. Buni ko'p telefon qurishlar biladi endi. Asosan ishlatuvchilar kamdan kam biladi. 87 yo'nkisi bular batareykalari ko'tarilgan yoki qayta qo'yilgan bo'ladi. Xo'p, xullas asosan batareyka almashadi bo'ladi endi. 87 yo'nkisida 64 talik variantda oppoq idealniy holatda. Narxini $220 ga iPhone 11. Bunisi endi haqiqiy toza original hisoblanadi. 84 yo'nkisida 128 talik variantda $240 ga qilib beramiz. Narxiga yarasha telefon. Qimmatsirashlari mumkin, lekin telefon ishonaveringlar narxiga yarasha. Xo'p, $240 ga iPhone 2 864 talik variantda korobka hujjatlari bor va original hisoblanadi bu ham. Endi xuddi shu 12 ni Dubay versiyasi ham bor. 93 yo'nkisi 128 talik variantda korobka hujjatlarigacha bor. Ofitsialniy 12 o'tgan. Narxini $260 ga. 240 $260 bo'ldi. Xo'p, 11 Pro'larimiz do'stlar, 11 Pro'larimiz ham serob. Xo'p, 11 Pro arzondan boshlaylik. 71-64 talik variantda $200 ga qilib beramiz. To'liq radnoy holatda, ayb nuqsoni yo'q. Xo'p, 78-64 talik variantda $225 ga qilib beramiz do'stlar. 78-64 talik variantda $225 ga 164 talik variantda qilib beramiz. Buni batareykasi almashgan hisoblanadi. Yana 164 talik variantda bor. Bu ham $225 ga. Hisobda $225 dan bular ketdi. Bitta $200 ga 71 ga qoldi. Buni korobka hujjatlarigacha bor iPhone 11 Pro'lar. iPhone 2lar do'stlar, iPhone 2 84-64 talik variantda holatlari juda ham a'lo holatda. Ofitsialniy mekan o'tgan. Narxini $240 ga qilib beramiz. 80-64 talik variantda $210 ga qilib beramiz do'stlar, oppoqqina. Va 91-64 talik variantdagisi ham bor do'stlar. Holatlari juda ham a'lo holatda. Buni ham narxini $240 ga sizlar uchun qilib beramiz. iPhone 2 Pro 72-128 talik variantda to'liq radnoy holatda, ayb nuqsoni ishlash bo'yicha yo'q, $255 ga. iPhone 2 Pro 81-128 talik variantda narxini atigi $300 ga qilib beramiz. Holatlari juda ham a'lo holatda. iPhone 3 holatlari zo'r holatda, 88 yo'nkisida 128 talik variantda narxini
$310 beramiz. 11 Pro Max do'stlar 93 yo'nki 856 variantda. Bunga ham ekranni o'zimiz qo'ydik. Face ID'si yo'q, ekranni almashgan va yaxshi sifatligidan qo'yilgan. Narxini atiga 2.600.000 so'mga beramiz. 93 yo'nki 856 variantda. iPhone 13 Pro batareykasi almashgan bo'ladi endi 100 yo'nkisida 180 variantda $400 ga. iPhone 13 Pro 76 256 variantda $370 ga. iPhone 13 Pro xo'p 88 yo'nkisida 180 variantda simlargacha o'tgan, holatlar juda ham a'lo holatda $430 ga. Buni korobkasi ham bor adashmasam. iPhone 13 Pro 100 yo'nkisida batareykasi almashgan. Korobka hujjatlari yo'q, 180 variantda holatlari juda ham a'lo holatda. Bunaqangi narxga kamdan kam keladi do'stlar. $370 ga foydalanib qolsanglar bo'ladi bundan. Arzon narxda. Xo'p, 13 Pro'larni tugatib ko'raylik. 13 Pro'larni serob ekan. Xo'p, sim o'tgan, za ikkita sim kartali iPhone 13 Pro $440 ga ikkita sim karta aksiyani tushadi. 93 yo'nkisida 256 variantda korobka hujjatli iPhone 13 Pro $450, 450 $440 bo'ldi bu. Xo'p, $435 ga 91 yo'nkisida 180 variantda korobka hujjatli sim bo'ladi. Bular holatlari juda ham a'lo holatda bo'ladi. Yo'nkislari ham baland ko'rib turibsizlar. Va 86 180 variantda sim regionlari Koreya regionida. Uning narxini $430 ga beramiz. Xullas $370 dan $450 gacha 13 Pro'lar bo'ldi. Xotira operatkasiga qarab. 13 Max'imiz ham bor. Buni ham ko'rsatib o'tib ketaylik do'stlar. 13 Max 84 yo'nkisida to'liq radnoy holatda 256 lik korobka hujjatlarigacha bor. Simgacha o'tgan telefonimiz narxini $510 ga beramiz. Xo'p, iPhone 4 Plus varianti deb qo'yib biz yangidek hisobda 9 sikl bo'lgan zaryadkasi 9 sikl korobka hujjatlari simgacha o'tgan. Bu narxini $430 ga beramiz. iPhone 13 Pro bu ham batareykasi 100 bular original hisoblanadi. Dubai Race hisoblanmaydi do'stlar. Original korobka, original telefon hisoblanadi. Qayta ishlangan telefon emas do'stlar. Xo'p, batareykasi 100, radnoy 100 batareykasi yangi ochilgan ekan, sababi mana 25.08 da ochilgan ekan. 26-yilda. Xo'p, buni narxini qilamiz do'stlar. $390 ga iPhone 13 100 yo'nkisligini. Hozir Dubai reyslarni ham kerak bo'lsa $350 atrofida olyapsiz. Undan ko'ra ozgina qo'shsanglar, haqiqiy original toza telefon olasizlar. €24 varianti do'stlar 8256 lik korobka hujjatlarigacha bor. Ahcham kuchli, sifatli flagman telefonlar. O'zim ham ishlatganman, juda maza qilib ishlatganman bu telefondan do'stlar. Xo'p, buni narxini qilamiz do'stlar, $480 ga qilamiz. 8256 lik holati zo'rligi uchun va 256 ligiligi uchun. XS Max bunaqangi holatdagi kamdan kam korobka hujjatlarigacha bor. 80 yo'nkisi 64 talik variantda 2.200.000 so'mga. 11 Pro telefonimiz bor do'stlar, 80 yo'nkisida bu ham 80 256 talik variantda korobka hujjatlarigacha bor. Buni narxini $255 ga beramiz. Xo'p, 14 Pro'larimiz qolib ketib bu yerda 12 Max'larimizni ko'rsatib ketaylik do'stlar. Xo'p, 12 Max'larimiz ataga $270 ga 76 yo'nkisida 256 variantda 12 Max telefonimiz bor. 84 180 va 93 180 variantdagilari ham bor do'stlar. Ularni $360 dan beramiz. 14 Pro'larimiz ham zo'rlari bor bularni ham. Bitta ko'rsatib o'tdik. Har bir telefonda alohida rasm, video ma'lumotlar Telegram orqali bilishingiz mumkin. 99 yo'nkisida eng yaxshi batareykalardan, sifatli batareykalardan qo'yilgan. Holatlari juda ham a'lo holatda. Narxini $510 ga beramiz. 99 yo'nkisida 256 lik. 86 yo'nkisida 180 variantdagisi bor. Holatlar juda ham a'lo holatda. Buni ham do'stlar abdoylari, oynalari tap-tiniq holatda. Buni ham narxini $510 dan ikkalasi bo'ldi. Endi 256 lik eng tiniqi, eng sifatligi radnoy holatdagi 88 yo'nkisida 256 variantda regionlar Koreya regionida holatlari juda ham a'lo holatda $550 ga 14 Pro qo'yilgan do'stlar. Xo'p do'stlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan hozirgi kundagi o'zimizda mavjud telefonlarimiz shulardan iborat.
to'g'rimizda yangi telefonlarimiz ham bor bo'lsa, yangilar narxini Telegram orqali bilsanglar bo'ladi. Har bir telefonda rasm, video, alohida ma'lumotlari, batafsil ma'lumot Telegram orqali olishlar mumkin. Telegram kanalimizni ssilkasini video kommentariyasiga yozib qo'yamiz bo'lsa, shu orqali kirsanglar bo'ladi. Или nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Shu nomerni saqlanib turib Telegram orqali bog'lansanglar bo'ladi. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab bor. Borganda to'lov qilsanglar ham bo'laveradi. Bizda faqat zaklab tashlab berasiz. Telegram orqali bog'lansanglar, har bir telefonni ma'qul kelgan telefonni ko'rsatamiz, video obzor qilib tashlab beramiz. Ma'qul keladigan bo'lsa, chiqarib beramiz, borganda to'lov qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ozroq ketgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Bizni videomiz keyin tarqalishi uchun, podдержка qilish uchun bitta layk va kommentariyaga kim qayerdanligini yozib qo'ysanglar, xursand bo'lib qolamiz. Sog' bo'linglar. Xo'p, do'stlar, yaqindan ham javobnoma qilib beraylik telefonlarimizga. Kimga qanaqa telefon ma'qul kelgan bo'lsa, do'stlar, bemalol behijolat murojaat qilishingiz mumkin. Barcha xizmatlar ham bor bo'lsa, faqat do'konga kelsanglar bo'ladi. Trading barcha xizmatlar do'konga kelsanglar bo'ladi. Eng yaxshi ishonchli sifatli telefonlarni qidiramiz, aloqaga chiqib qolasizlar.